Assalomu alaykum azizlar, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. O'zbekistonda hafta davomida quruq ob-havo saqlanib turadi. Noyabr oyining so'nggi ish haftasida O'zbekiston hududida quruq ob-havo saqlanib turadi deb xabar bermoqda O'zgidromet. Prognozlarga ko'ra 24-28 noyabr kunlari ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kunduzi 13-8 daraja iliq atrofida bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida harorat shimoliy va cho'l hududlarida 2-3 daraja pasayadi. Kechasi va ertalab respublika hududining asosiy qismida 0-5 daraja iliq, shimolda 1-3 daraja sovuq bo'ladi. Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan kechalari 3-5 daraja iliq, kunduzi 15-18 daraja iliq bo'ladi. O'zgidromet qish mavsumi uchun ham ob-havo prognozini e'lon qilganda unga ko'ra dekabr oyi normaga nisbatan biroz issiqroq bo'lishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik miqdori norma atrofida yoki undan kam bo'ladi. Yanvar oyi umumiy holatda normaga yaqin, ayrim hududlarda biroz sovuqroq bo'ladi. 3-10 kunlikda anomal sovuq kutilmoqda. Fevral oyi 1-10 kunlikda anomal sovuq davom etadi. 2 va 3-10 kunliklarda havo sezilarli iliydi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.